Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli abituriyentlar va o'qishga kirgan talabalar. Hop, bu videomiz o'qish bo'yicha ba'zi bir qiziqtirgan savollar va ularga javob berishga qisqacha harakat qilamiz. Hop, o'qishga kira olmaganlar bo'yicha gaplashamiz yoki apellyatsiya bo'yicha. Hop, testdan norozi bo'lganlar 15-dan boshlab 10 kun ichida ariza tashlashi mumkin. Shikoyat arizasi kimlar tashay oladi? Hop, imtihondan chetlatilmagan juda qarashadi bunga. Imtihon kelgan va imtihonda hech qanaqa bir noo'rin harakat qilmagan, test ichgan abituriyentlar bemalol ariza topshirishi mumkin MyUzBoom orqali. Va 19-dan boshlab sizga javob bera boshlaydi va testingizda komissiya orqali tekshirib chiqishadi. Endi 57 ball deylik, 57 dan yuqori bo'lganlar uchun esa hali 6-o'rin vakant o'rinlari bor. Bu nima degani? Ya'niki oliy ta'limda bo'sh qolgan o'rinlar bo'yicha ketma-ketlikda eng yuqorida qolib ketgan talabadan boshlab bog'lanib chiqishadi. To'lov kontrakt asosida o'qiladi faqat. Yana imkoniyatlardan ba'zilari bor. U bo'yicha hozir batafsil kommentariy tashlab ketaman. Endi bizda ko'pincha aytishadiki, xususiy universitetdan davlat universitetiga perevod masalasida. Xo'p, xususiy universitet bo'ladi, ikkinchi kursdan davlat universitetiga imtihon topshirsa bo'ladi, o'zini maksimal bo'yicha test topshirsa o'tish mumkin. Xo'p, endi xususiy universitet tanlashda litsenziyasi, o'zini binosiga egaligi va ximisini tekshirib olishinglarni xohlardik. Yana bir yaxshi imkoniyat texnikumlar. Texnikumdan a'lo bahoga bitirgan talabalar ikkinchi kursdan suhbat asosida oliy ta'limga o'tishi mumkin. Bu ham yaxshi. Hop, yana xudo xolasa oliy ta'lim bo'yicha ma'lumotlar berib ketaveramiz. Qandaydir savollar bo'lsa, meni yozib qoldirishinglar mumkin. Rahmat hammaga.